Assalomu alaykum, Xorazm eksklyuziv kanal obunachilari, aziz yurtdoshlar. Bugun Urganch eski bozorindamiz. Qanday narsalar bor ko'rib kuzatamiz. Ina, eski kiyim-kechaklar ham bor. 5 so'mdan basmadi ekan bedi. To'ppular, ko'ylaklar 5000 so'm, kurtkalar 20000 so'm ekan. Har xilisidan bor. Kelaverasizlar. İbi igrushka necha so'm apka? 50 so'm. Men tushunmayman bak. Igrushka 50000 so'm. Yine azizlar, kurtkalarni har xil turidan bor ekan. Yine. Yine. Har xil jenskiy shubalar ham bor. Apka, shubalaringizni bahasini aytib bering. 100-150. Yok, normal bahada satılan. Har xil turlaridan bor. Hammasi 200 ming so'mmi bularni? 100 so'm, 50 so'm. 100 ming so'm, 50 ming so'm har xil ekan azizlar. Yine. Har xil kiyim-kechaklar bor. Bemalol kelaverasizlar. Urganch eski bozori. Adiklarni aytib bering. Her xil 100 so'm, 200 so'm, 50 so'm. Yine. Krossovkalar ham bor. Bular 100 so'm, 200 so'mlik ham bor. Ishqilib, gelishmalar beradi. Qadim qo'ygan bular. Yine. Krossovkalar ham bor. Ülkelerin 50 mingdan xolagani. Kurtkalarni xohlaganingiz 50 mingdan azizlar. Urganch eski bozori. Detskiy kiyimlar ham bor. Detskiy vajlar 5000, 10000 so'm ekan. Bemalol kelib xarid qilaverasizlar. Urganch eski bozori, etiklar ham bor ekan har xilisidan. Bu narx-navolarni aytib bering. Ularning pasi balanti bo'ladi, loki qo'jasi bo'ladi, har xilisi bo'ladi. Uzun adiklarimiz razmerine qarab qoladi. Ben beraman 80. Eng arzonidan 100 ming so'm ber turibmiz, razmeri kichikroq, arzon beraman, razmeri kattaroq 150 ming oladi. 40-41 deyarlari 150, 180 dan topib beraman. 42-43 razmer bor. 36 dan boshlaydi razmerlarim. O'kchasi bor, o'kchasi bor. Onda qizilni beraman, 80 ga beraman qizilni. O bunda ozgina raqami bor. 200 fason, 38 razmer, 120 ming aytib o'tiribman, 100 mingga beraman. Şimdi bakın. Bunda yarım açıkni 80 ga berib o'tiribmiz. Mana basanoshga o'xshagan. Samoshkalarimiz 100 mingdan boshlanadi, 50 mingdan, 60 mingdan bor, razmerine qarab. Aylanıp buna. Onu 120 ga berib beraman. Tufli bor ana, velikan, har xilsi bor. Velikan tuflilar ham bor. 100 ming, 80 ming, 150 ming har xil tuflilar. Taptichkalarim ham 50, 60, 100 minggacha bor. Yemin vajlarim ham bor. Issiqqina hozir havoda kiymakka bo'ladi. Buni 3-4 xilsi bor. Ichi yungli. Har xilsi bor. Makasi tuflilarim ham bor. Maktabga kiymaga. Buni qalinroqlar ham bor. Va toza, jilmayan. O'zi ko'na bozor olsam bir jilmayan narsa sotib oladi. Yangi tuflilar ham bor ekan bu yerda. 60 ming so'mdan. 60 ming so'm beraman yangi desatkarimni. Tapıçki yemondayna 40 minglik tapıçkalarım ham bor. 40 ming so'mga bular velikallarim ham bor. Razmer 41. Jilmayan narsa ina. Top toza. Krossovkalar ham bor. Mana, har xil setkalar 50 ming so'm, 45 berib o'tiribman. Moloshni qaramasidan bor. Keyin mana yangi diskontasi bor. Top-toza kiyilmagan paket. 80 ga berib beraman. 80 ming so'm. Urganch eski bozori. Bemalol kelib xarid qilaverasizlar azizlar. Telefon nomer 91 570 62 36. Azizlar, Urganch eski bozorida bo'ldik. Har xil narsalar narx-navolari bilan tanishtirib o'tdik. Sizlardan bir like bo'lsin, bizani qo'llab-quvvatlab turinglar. Kanalimizda yangi kuzatuvchi bo'lsangiz, podpiska bosib qo'yishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.